Shu kunlarda shoir va yozuvchilar, san'atkorlar, madaniyat arboblari hamda ommaviy axborot vositalari vakillaridan iborat delegatsiya Ozarbayjon Respublikasida bo'lib, O'zbek va Ozarbayjon xalqining azaliy do'stligi va qardoshligini tarannum etuvchi qator madaniy-ma'rifiy tadbirlarda ishtirok etdi. Safar doirasida Ozarbayjon Respublikasi Fanlar akademiyasida buyuk mutafakkir, davlat arbobi va turkiy xalqlar adabiyotining yirik namoyandasi Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligiga bag'ishlangan ijodiy ma'rifiy kecha ham yuksak saviyada o'tkazildi. So'nggi yillarda ikki davlat rahbarlari tashabbusi bilan siyosiy, iqtisodiy, ilmiy va madaniy sohalarda o'zaro aloqalar yangi bosqichga ko'tarilgani bu kabi madaniy ma'rifiy tadbirlarning dolzarbligini yanada oshirmoqda. Safar doirasida Ozarbayjon Respublikasi Fanlar akademiyasida buyuk mutafakkir, davlat arbobi va turkiy xalqlar adabiyotining yirik namoyandasi Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligiga bag'ishlangan ijodiy ma'rifiy kecha ham o'tkazildi. Unda Navoiy ijodining nafaqat o'zbek, balki barcha turkiy xalqlar, xususan Ozarbayjon adabiyoti taraqqiyotida tutgan beqiyos o'rni alohida ta'kidlandi. Tadbirda so'zga chiqqan olimlar Navoiy asarlarida mujassam insonparvarlik, adolat, ma'naviy komillik g'oyalari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmaganini ta'kidladilar. Ijodiy kecha davomida Navoiy g'azallari va dostonlaridan namunalar o'qildi. Mumtoz musiqa sadolari ostida badiiy chiqishlar namoyish etildi. Bugun Alisher Navoiy Turkiy dunyo xalqlari o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga, madaniyatlarning rivojiga xizmat qilayotgan eng muhim va barqaror ko'priklardan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Uning g'oyalari Turkiy dunyo kelajagiga va dunyoda adolatning ustun bo'lishiga yorqin yo'l ko'rsatib kelyapti. Ozarbayjonda har yili Alisher Navoiy tavallud kuni keng nishonlanadi. Uning asarlari bir necha bor nashr qilingan va bu yerda uning merosini o'rganish, asrab-avaylash bo'yicha O'zbekistondan keyingi eng asosiy markazga aylangan. Buni biz qat'iy ishonch bilan aytamiz, chunki qalbimizda O'zbekistonga nisbatan cheksiz muhabbat mavjud. O'zbekiston biz uchun haqiqiy qardosh mamlakatdir. Bugun O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichda erishgan yutuqlari har bir ozarbayjonlik uchun faxr manbaidir. Ozarbayjon O'zbekiston do'stligi butun dunyo uchun ibratli namuna sanaladi. Alisher Navoiy esa bu do'stlikning ham poydevori. Qadriyatlar sinovdan o'tayotgan hozirgi sharoitda adabiyotning bosh vazifasi haqiqatni unutmaslik, insonni insoniyligicha saqlab qolishdir. Adabiyot har doim haqiqat tomon turadi. Alisher Navoiy ana shunday buyuk siymodir. U turkiy tilning mavqeini yuksaltirdi, o'zbek adabiyotining mustahkam poydevorini yaratdi. Uning asarlari bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan, xalqqa ma'naviy ozuqa berib kelmoqda. Bugun Ozarbayjon va O'zbekiston o'rtasidagi adabiy aloqalar yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Bu munosabatlar faqat tarixiy xotira emas, balki kelajak sari birgalikda qo'yilayotgan qadamdir. Madaniyat, adabiyot va til turkiy xalqlarni birlashtiruvchi eng qudratli kuchdir. Biz ona tilimiz va milliy adabiyotimizni asrashimiz, yosh avlodni ana shunday yuksak qadriyatlar ruhida tarbiyalashimiz shart. Chunki millatning kelajagi uning tili, adabiyoti va ma'naviyati bilan chambarchas bog'liq. Alisher Navoiy merosi bu faqat o'tmish emas, balki bugun va ertangi kun uchun ham yo'l ko'rsatuvchi ma'naviy nurdir. Ma'lumki, O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti nafaqat xorijiy tillar ta'limi sohasida yetakchi ilmiy ma'rifiy maskan, balki o'zbek tili va milliy madaniyatini xalqaro miqyosda keng targ'ib etib kelayotgan nufuzli muassasadir. Ana shu ustuvor yo'nalishlar doirasida amalga oshirilayotgan hamkorlikning mantiqiy davomi sifatida Ozarbayjon tillari universitetida o'zbek tili va adabiyoti markazining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. 2025-yil dekabr oyida O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetida mana ko'rib turganingizdek Ozarbayjon tillar va adabiyoti markazi tashkil etilganligi va Ozarbayjondan kelib 4 nafar professor o'qituvchilar bizni talabalarimizga ham Ozarbayjon tilida, ham ingliz tillarida saboq berib kelyapti turganligi va bugungi kunda aloqalarimiz yanada yangi bosqichga olib kelyapti turganligi natijasi bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. 2026-27 o'quv yilidan boshlab Ozarbayjon Tillar universitetida o'zbek tili o'qitilishi, yo'lga qo'yilishi ham kelishib olindi. Biz bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish, professor o'qituvchilarni almashinuvini yo'lga qo'yish, talabalar almashinuvini yo'lga qo'yish, ham til o'rganib ham kerak bo'lsa o'zining sohasini mustahkamlashga, adabiyotini, tarixini, qadam joylarini borib ko'rish imkoniyatini yaratib berish bo'yicha o'zlarining takliflarini berdi. Vatandoshlar jamoat fondi tashabbusi bilan esa O'zbekistonning Ozarbayjon Respublikasidagi vatandoshlar jamiyati tashkil etildi. Qardosh mamlakatda faoliyat boshlagan mazkur jamoat tuzilmasiga buyuk mutafakkir va davlat arbobi Alisher Navoiy nomi berildi. 10 mingga yaqin adabiyotlarni xorijdagi vatandoshlarga yetkazayapmiz. Buni ichida albatta Alisher Navoiyning hamsasi, shuningdek Alisher Navoiy to'g'risida ijod qilgan ko'pgina ijodkorlarni adabiyotlarini ham olib kelganmiz. Milliy atributlar olib kelganmiz. O'ylaymizki, mana shu Ozarbayjondagi o'zbeklarimiz, vatandoshlarimiz birlashib milliy o'zlikni saqlash, o'zbek tili, urf-odati, madaniyati, qadriyatlarini saqlash, uni keyingi avlodga yetkazish. Qolaversa, ikki davlat, O'zbekiston va Ozarbayjon
Ozarbayjon o'rtasidagi xalq diplomatiyasi asosidagi barcha ishlarni amalga oshirishda juda ham bir ko'prik bo'ladi deb o'ylayman. Ozarbayjon Respublikasida o'tkazilgan madaniy ma'rifiy tadbirlar ikki qardosh xalq o'rtasidagi tarixiy do'stlik, ma'naviy yaqinlik va madaniy hamkorlikni yanada mustahkamlashga, O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasida madaniy gumanitar aloqalarni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qildi. Bu yaqinlikning yorqin ifodasi sifatida O'zbekiston hududida yashab kelayotgan Ozarbayjon millati vakillari uchun yaratilgan keng imkoniyatlar, milliy madaniy markazlar va do'stlik jamiyatlari faoliyatini ko'rish mumkin. Ozarbayjon va O'zbekiston o'rtasida bo'lgan munosabatlar oxir paytlar juda ham yuqori saviyaga yetib kelgan. Ham Ozarbayjonda, ham O'zbekistonda ikki qardosh xalqning bir-birine bo'lgan dastagi hozircha kunda ko'rinadi. Bu albatta kichik o'lcha prezidentimizin ham Ozarbayjon ham O'zbekiston prezidentlarining do'stlik aloqalari, ya'ni oxir zamonlarda olan munosabatlarining asariyatidir. Prezidentimiz tomonidan bizlarga har bir sharoit yaratilgan, shunaqa bir pavilyonlar har bir milliy madaniyat markazlarining oldingi yil prezidentimizin topshirig'i bilan hadiya bo'lgan. Ko'ringan bu pavilyonlarda faqat Ozarbayjon emas, boshqa bir millatlarning ham o'zlarining tarixlari, odat-an'analari, milliy kiyimlari, eksponatlari namoyish qilinadi. O'zbekistonda O'zbek-Ozarbayjon aloqalari xalqlar o'rtasidagi haqiqiy do'stlik, qardoshlik va o'zaro hurmat asosida izchil rivojlanib bormoqda. Milliy madaniy markazlar va do'stlik jamiyatlari esa ushbu munosabatlarning mustahkam poydevori sifatida xizmat qilib, ikki qardosh xalq o'rtasidagi ma'naviy yaqinlikni yanada kuchaytirishga munosib hissa qo'shyapti.